Mavzu hududida bitta 2 xonali uyimiz chiqyapti. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Полноценный 2 xona, 5 qavatli Novostroykamizning 4-qavati bo'lyapti. Asosiy kirish qismimiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta videoga like qo'ying. Prixожа mebel qilingan, chiroyligina, kattagina, общий санузел, mehmonxona, oshxona, yotoqxona bo'lyapti. Sanuzeldan boshlaymiz. Sanuzelimiz kattagina, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona. Chiroyli remonti bilan, barcha mebel jihozlari bilan tayyor kirib yashaysiz. Bu yerda esa oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamiz ham keng, kattagina. Двухкомнатный kotellar bor, холодильник va mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham kattagina, полноценный 2 xona. Samarqand shahar Frunze ko'chasi Hamkorbankning orqasida 2 xonali 5 qavatli Novostroykamizning 4-qavati bo'lyapti. 65 metr kvadrat, narxi 63 million tl savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, shu territoriyadan srochno bizga aloqaga chiqinglar. To'liq ma'lumot uchun pastda nomer qoldiramiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like va podpiska bosishni esdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.